Assalomu alaykum hammaga. Mana sizlarga Cho'ponda bir kundan lavha. Ertalab soatga qarang, banatlar ham set yoqyapti yana. Mana yoqda ham set yoqyapti, bu yoqda. Cho'ponda bir kundan lavha ertalab soat 9 da yomg'ir boshladi. 9 da. Mana soat kechqurun hozir soat necha bo'ldi ekan hozir? 21:43. Hamma uyda mazza qilayotgan paytda bizlar mana aka mazza qilib tika yoqda havoda turamiz. Shunda Cho'ponda bir kundan lavhaslarga. Ayiq bor, bo'ri bor, shuni qarab chiqamiz endi shunga. Kechasi. Tika yoqda mana aka. Tika yoqda mana tayoq, mana azika. Tika yoqda turamiz endi. Sheragimiz navbat uxlayapti. Choy ichayapti shekilli.